Bu yerda qonun ham, qoidalar ham, adolat ham yo'q. Bu yerda kuchli, qat'iyatli va irodali o'yinchilargina omon qoladi. Agar serverga kirmoqchi bo'lsalaring, serverning IP'si ekraninglarda va video ostida bo'ladi. Mana ko'rayotganlaringdek, sizlarga hammasi salom beryapti. Sizlar esa bugun bu videoni ko'rib mazza qilib dam olasizlar, yeb ichishga o'zlaringga narsa olib kelib olinglar. Qani bo'lmasa, let's go. Qadrli obunachilar, ko'rayotganlaringdek men Super Marketini rankini sotib olganman. Ko'ryapsizlar, sizlar ham kelinglar, sotib olinglar, kuchayinglar. Men rankka targ'ibot qilganim yo'q. Birinchi serverni tanishtiramiz, Warpmine komandasi orqali kelamiz. Bu eski anarxiya, Articraft anarxiyasini eslatadi. Ko'rayotganlaring bu, qaranglar, o'ta chiroyli, vafshe go'zal, hamma yoq o'ta chiroyli. Kiringlar, sizlar ham o'ynanglar. Stop. Pol obunachilar qizlar, hayron qolaman-da. Nega videoyimni ko'rib like bosmaysizlar? Sho, bugundan boshlab videoyimni ko'rib like bosmaganni yuziga o'rgimchoq odam tur otib ketsin. Shuning uchun bitta like'ni jalka qilmaylik. Endi esa obunachilar, sizlar uchun kit yashiraman. Mana kit o'ta zo'r, o'ta udar kit, kelib ko'rasizlar. Birinchi uning ustiga Warp GG deb qo'yib qo'yaman. Kiringlar, mana ekraninglarda ham turibdi. Shu komanda orqali kelinglar, kitni olib ketinglar. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin ranklarni, narxlarini. Men donatga targ'ibot qilganim yo'q, lekin bemalol kelib ko'rib sotib olib naqsalaring mumkin. Adminga aytsalaring tekinga ham berish mumkin. Qadrli obunachilar, sizlar bilan barneruz bo'ldi. Hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kirishlarini kutaman.